Vatandan kelgan uchurlar. Xitoy Uyg'urlarning telefonlarini qattiq tekshirmoqda. 2021-yili 6-oyning 19-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Urumchida va boshqa shaharlarda ko'chada ketayotgan Uyg'urlarning telefonlarini tekshirish hozirmi davom qilayotgan bo'lib, soqchilar Uyg'urlarning telefonlarini tekshirib bo'lgandan keyin zavoddan chiqqan holatga akilib qo'yib qaytarib berdi ekan. Buningdagi maqsad Uyg'urlarning chet eldagi Uyg'urlarga rasm yoki sin hujjati avatib isbot bilan ta'minlashining oldini olishgan. Xitoy hukumatining atalmış Şinjan Xalq Qurultayı jazolashga qarshi qonun loyihasi ma'qullagan. Xitoy hukumatining atalmış Şinjan Xalq Qurultayı jazolashga qarshi qonun loyihasi ma'qullagan va buni vatanimizning hamma yezi kentlarida har kuni kech soat 7 dan 9 ga qadar majburiy o'rganishga o'rinlashtirgan. Bu qonunda xalqimizga bevosita ta'sir qiladigan muhim nuqtalarning birisi bo'lsa, Uyg'ur xalqining chet eldagi tuqqanlarining turishliq o'rnidagi Xitoy konsuli bilan zish aloqa o'rnatishiga turtki bo'lishi. Dünya xalqiga vatanimizdagi Uyg'urlarning tinch xotirjam yashayotganligini tashviq qilishga qatnashgan Uyg'urlarning vatanga qaytsa qonuniy jihatdan qo'g'daydiganligi va ilgiriki xatoliklarni surishtirmaydiganligi to'g'risidagi yig'indir. Bunun ta'sirida yaqinda İstanbulda bir qancha kishi Xitoy konsuli orqali Jungoning Beijingga qaytish biletini olgan. Bularning ichida aniqlangani İstanbuldagi ma'lum Uyg'ur oshxonasining ayol xo'jayini ekan. Xinjiangning vazifasidan qoldirilganligi dalillandi. Xitoy sirtqi siyosiy besimini yengillatish maqsadida iyul ayida Xitoyning Sharqiy Turkistonga tayinlagan ikki qo'li Uyg'urning qini bilan bo'yalgan Jallod Xinjiangni vazifasidan qoldirganligini dalilladi. Jing nahiyasida uzun yil o'qituvchilik qilib pensiyaga chiqqan peshqadam o'qituvchining jinoza namozi Xitoycha qilingan. Vatanimizdagi dinsizlashtirish siyosati texmi eg'irlagan bo'lib, Jing nahiyasida uzun yil o'qituvchilik qilib pensiyaga chiqqan peshqadam o'qituvchining jinoza namozini qildirmaslik bilan birga, hatto diniy qoida bilan meyitini yuyishqimi yo'l qo'ymagan. O'lim uzitishini Xitoylarning meyit uzitish zalida o'tkazishga majburlagan. Oqibat peshqadam o'qituvchining jasadiga maktab formasi kiydirib, grim qilib meyit uzitish zaliga qo'ygan. Urug' tuqqan xulum qo'shnilar va xizmatdoshlari Xitoyning meyit uzitish qoidasi bo'yicha jasad bilan vidolashgan. Kanada Sharqiy Turkistonga tekshirish o'miga avatish chaqirig'iga boshlamchilik qildi. Kanada CBC xabarlar to'rining 19-iyundagi xabardan ma'lum bo'lishicha, Kanada hukumati Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan siyosatlarini tekshirish uchun Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ciddi tedbir qo'llanib, Sharqiy Turkistonga tekshirish o'miga avatish kerakligi to'g'risida chaqiriq qilgan. Kanada Amerikadan qalsa Xitoyning Uyg'urlar qaratganini vahshiyona bostirish siyosatini eng avval irqiy qirg'inchilik deb to'nigan G'arb davlati bo'lib, G'arb ellarining bu xildagi chaqiriqlari Xitoyni osal qilishda ijobiy rol o'ynaydi. Vengriya xalqi Xitoyga qarshilik ko'rsatdi. Neki xabarlar to'rining 19-iyundagi xabariga qaraganda, Xitoy Vengriya munosabatining muhim simvollaridan biri sifatida Xitoy hukumatining Vengriya poytaxti Budapeshtda Foden universitetining qaramog'ini ochmoqchi bo'lishi Vengriya xalqining qattiq qarshiligiga uchradi. Xitoyning o'z davlatida universitet etishining kelgusi xatirini oldin faraz qilgan bir turkum Chechen Budapesht oilasi Budapeshtda Xitoyning bu harakatiga qarshi namoyish tashkillagan bo'lib, namoyishga necha yuzlagan yerli xalq qatnashgan. Namoyishchilar qo'llarida Fodenni qarshi olmaymiz, mustamlika zamonga aylanib qolmaymiz degan plakatlarni ko'tarib, o'zining Xitoyga bo'lgan kuchli noroziligini ifodalagan. G'arb ellari 2022-yili Beijingda o'tkazilmoqchi bo'lgan qishliq olimpik musobaqasini boykot qilish qilmaslik haqida talash tartish qildi. Yaqinqi bir necha oy mobaynida G'arb davlatlarida Beijingda o'tkazilmoqchi bo'lgan qishliq olimpik musobaqasini boykot qilish sadolari
yangrashqa boshladi. Bu xil sadolarning ma'lum nisbati kuchayishi Amerika boshchiligidagi Xitoyga qarshi kuchlarning bu xil sadolarga ijobiy ovoz qo'shishi natijasida Xitoyda o'tkazilmoqchi bo'lgan qishliq olimpik musobaqasini boykot qilish to'lqini tezla taratqularning qiziq nuqtalaridan biriga aylandi. Amerika tashqi munosabatlar to'rining 16 iyun e'lon qilingan maqolasida bildirilgandek, dunyo miqyosidagi 200 ga yaqin kishilik huquq tashkilotlarining birlashmasi kelar yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnashishning Xitoy, Sharqiy Turkiston va Tibet qatorliq joylarda sodir qilayotgan qirg'inchilik va dafsanchiliklarga ko'z yumilish hisoblandi deb qaragan bo'lib, bu kishilik huquq tashkilotlari kelar yillik Beijing olimpik musobaqasini boykot qilishda aktiv tashviqot holatida ekan.